muhtoj insonlarga borsa, albatta qo'shamiz. Aka, assalomu alaykum. Qo'limda 20 so'm shuni olasizmi yoki keyingi odamga songanmi? Gap. Olasizlarmi yo qo'shasizlarmi songa? Nimaga bu aka? Songa. Songa. Qo'shib qo'yasiz. Gap yo'q. Keyingi odamga beraman. Songa. Odamgami, ehsonga? Odamga. Muhtoj odam. Muhtoj odamlarga. Muhtoj insonlarga borsa, albatta qo'shamiz. Gap yo'q aka. Ulan Gap yo'q. keyingi odamga beramiz. Shuni olib qolasizmi yoki muhtoj odamlarga beramizmi son? Yo'q, sen bilaman. Bo'ladi, gap bo'lishi mumkin emas. Muhammadjon, rahmat. هذا سلام فلما السلام ونظرة تؤلم قلبي Assalomu alaykum. كلام بعد كلام Saxiy insonlar tomonidan haqiqatda muhtoj bo'lgan insonlarga mana shunaqangi kichik ehsonlarimizni Xudo xohlasa yo'lga qo'yishni boshladik. Shuni qabul qilasiz, Xudo xohlasa saxiy insonlarni bitta duo qilib qo'ysangiz, ancha xursand bo'lgan bo'lardik. Hurmatli kuzatuvchilar, sizni qo'llab-quvvatlashingiz tufayli ehsonimiz o'z egasiga yetib bordi degan umiddamiz. Xudo xohlasa sizlar bilan bundan-da katta ehsonlar qilish nasib etsin. Bizni kuzatishda davom eting.